Uyga mehmonga borganimda akam shunaqa to'stirnolardan chesnovchi non qilib berdilar. Mazasi shunaqa zo'r chiqarkan. Qizlar, bu oddiy retsept bo'lsa ham akamning retseptini olib sizlar bilan bo'lishaman. Qizib turgan duxovkaga to'stirnonlarimizni xohlasanglar buxanka nonlarni qo'yib, ozgina qizartirib olasizlar. Bizga kerak bo'ladi ozgina mayonez, 2 zubchik chesnok, ukrop. Ukrop bilan chesnokni maydalab to'g'rab, mayonezimizga solib, ozgina xohlasanglar tuz solib aralashtirasizlar. Qo'rqmanglar, sho'r bo'lib ketmaydi. Qizargan buxankalarimizni yoki to'stirlarimizni orqasini oldiga o'girib, chesnochni massamizni surib chiqamiz. Ustiga terkadan chiqazilgan sirlarni shunaqa sovolamiz. Men yana ozgina fantaziya qilib, mayda to'g'ralgan kolbasalarni ham solib, ustidan sir qilib qo'yib yubordim. Voy, mazasi shunaqa zo'r bo'ldi, qizlar. Buni ovozlarini eshitinglar. Buniga bolalarim mendan har kuni shunaqa qilib berishimni so'rashyapti. Sizlar ham qilib ko'ringlar. Retsept Alloh roziligi uchun.